Og'ayni o'zim men xijolat bilan keldim, faqat to'g'ri tushungan. Shu sal ishi yurishsa shunday odamlar bir pasda pul so'rab kelishni boshlaydi. Menga qara, seni mashg'ulotingga tushgan men sababchimanmi? To'g'ri, vaqtida yordam qilgansan. Endi shu minnat uchun keldingmi endi? Menga qara, bitta menga yaxshilik qilganmisan. Bor boshqa joydan harakatingni qil, o'zing gulohliging sabab mashg'ulotga tushding. Bor. Ol, men o'zim nafsim uchun so'rayapman, singlim uchun so'rayapman. Qo'lingni. Shokir, shoshma, shuni chaqirdingmi? Chaqirgandagi bunday kimni kutmaydi odam. Nima ahvol bu? Bunaqa ahvolda ko'rmagandim seni. Oshda tishlaymi? Pulmining bormi o'zi? O'zi yonimda 200 mingdan oshiqroq pulim bor ekan, oshna. Yetmasa bu joyda ko'rishib yana yetkazaman. Kutganmas, kutmagan odamga bersa g'alati bo'lar ekan. Tishlaymikin o'zi? Hech bunaqa ahvolda ko'rmagandim oshnamni. Akajon, zo'r joylar ekan, qarang. Tug'ilgan kunim hatto meni esimda yo'q, siz esingizda turganini qarang. Esimdan chiqarmadi. Singlim o'tirman bitta. Xush kelibsizlar. Nima zagas qilasizlar? Sen o'tirib turgan singlim, siz bir minutga qarang. Okay. Ota-onamni yodgorlik bitta singlimni tug'ilgan kunlari edi. Pulim salkam bo'ldi, qimmatroq narsa zakaz qilib qo'ysin. Yo'q deb pulimga yarasha qilib bering. 250 ming so'mgina pulim bor edi. Iltimos aka, to'g'ri tushuning. Erkinchilik tushunasiz. Rahmat. Aka, jiyanlaringiz bilan bo'lib bunaqa joylarga kelish xayolimizga ham kelmabdi. Sizni ko'rib xursand bo'ldim. Chaqirganingiz uchun rahmat. O'zi sizni rosa ham sog'inib turgandim. Seni ko'rsam onamni ko'rgandek bo'laman. Rahmatli otam bilan onam ham ruhlari ko'rib shod bo'layotgandir. Ikkalamizni ko'rib. Salat. Ovqatinglar. Bizlar bunaqa narsa. Akajon, qo'yavering, turaversin. Ha, singlim, okay. Men qarang, siz ustimga kulib tashyapsizmi? Kulgan mayli, tepkina tashyapsizmi? Men qayerdan bo'lmaydi. Tushuntirdim men sizga erkakchilik. Siz shoshmay turing. Rahmat aka, tushunganingiz. Oybek, nimadir kamchilik bor ekan? Yo'q, aka, bitta singillar bor ekan. Ota-onalaridan bitta yagona qolgan ekan. Pullari kamroq ekan. Shunga nima bo'lsa qilib beringlar, aka. Ja bo'lmasa men oyligimni olib qolasiz. Nima deganing bu? Bizning qimmatimiz yo'qmi? Nima kerak bo'lsa, Fazo restoran nomidan beriladi. Shotini menga yozib qo'yasiz. Xo'p, bo'lar. Okay, hammasidan xabarim bor. Erkakchilikda bo'lib turadi. Hozirgi jon talash, mol talash bir davrda akaning singilga qilayotgan mehribonligini ko'rib, juda xursand bo'lib ketdim. Bugungi o'tirish Fazo oilaviy restoranidan bo'la qolsin. Yaxshilab qaranglar, bolalar. Xo'jayin o'zi yaxshi odam aka. Aka, tinchlikmi? Muncha qolib ketdingiz? Olib o'tiring. O'zing ham olib o'tir. Ha, bularga kelsak. Singiz yoshligida rosa Mahmadana bo'lgan ekan deyapti.